Do'stlar, atiga 350 ming so'm evaziga Farg'onadan Shvetsariyaga sayohat qiling do'stlar. Bizning turdan foydalanib 350 ming so'm evaziga Qirg'izistonning Shvetsariyasi, ya'ni Qoraqo'yga sayohat qilamiz. Bu yerda oladigan taassurotlaringizni esa boshqa yerdan qidirib yurmang, chunki bu faqatgina Qoraqo'yda va ya'ni bizning tur orqali bo'ladi. Farg'onadagi Quvasoy postida o'tasiz va 2 soatlik yo'l yurganingizdan so'ng shunaqangi manzara sizni kutib oladi. Atiga 350 ming so'm evaziga mazali nonushta va obed payti issiq ovqat, pirojok yokida osh sizni kutib turgan bo'ladi. Bizning turdan foydalanishingizning asosiy sabablaridan biri narxida bo'lsa, ikkinchi sababi jamoaning hamjihatligida. Bizning tur bilan kelasiz va har xil o'yinlar, kamondon o'q otish testimi, jamoaviy o'yinlar va eng qizig'i yutganlarga qimmatbaho sovrinlar ham beriladi. Bu yerga bemalol oilaviy, kollektiv, do'stlar, yaqinlar barcha bilan kelishingiz mumkin bo'ladi. Hoziroq bu videoni o'sha do'stlaringizga yorib qo'ying. Atiga 350 ming so'm evaziga maza qilib miyadagi stresslarga yil davomida barham berib keting. Qoraqo'yga sayohatimiz esa mavsum oxirigacha davom etadi. Xohlagan paytingiz aloqaga chiqing va do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan maza qilib miriqib hordiq chiqarib ketishingiz mumkin bo'ladi. To'liqroq ma'lumot uchun va joylaringizni bron qildirish uchun mana shu nomerlarga telefon qiling. Kunlik sayohatlar va ko'proq videolarni ko'rish uchun esa Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz silkasi esa profilimiz shapkasida turibdi. Yana qaytaraman do'stlar, hammasi atiga 350 ming so'm. Bu videoni tezda hamma yaqinlarimizga yuborib qo'yib, kommentariyaga boradiganlar plus belgisini qoldiring.